Ekran yaqinroq kelasizmi? Bugun Ikrom Boburbekni mana shunday kunlarga yetkazgan Ikrombek To'raqulov san'atkor do'stimiz, yaqinroq keling. San'atkorlar, qani san'atkorlar? Endi do'st ijozatingiz bilan Boburbekni bir qo'shiqqa chorlab qolamiz. Endi barcha san'atkorlarni keyin raqsga chorlaymiz. Barcha mehmonlar xush kelibsizlar. Marhamat qilamiz. Darajonim bitta qo'shiq yozgandim. Sizlarga taqdim etamiz. Marhamat. O'zbegim demasam shu kuni pastman. Mayli, shu sizim uchun meni sotsinlar. Mayli, shu sizim uchun meni otsinlar. Keyinlar Salimjon, taqoyatni chorlab qolamiz do'stlar. Salimjon, avvalambor bizning Serquyosh o'lkamiz Shohduz noyasiga xush kelibsiz. Yig'onlarimiz baxtli bo'lsin deganlar bitta guldiroz qarsak chalib qo'yamiz. Endi bugun bir qo'shiq so'raganiga qo'ldagicha aytib beramiz sog'a. Shu Mirjalol do'stimiz bilan birgalikda qo'ldagicha aytib beramiz. Marhamat kelganlarimiz sizlar uchun qo'shiqlarimiz davom etadi. Davron o'yinga tushganda marhamat Mirjalolbek, Salimjon ohangida marhamat.